Yangi AI bilan 5 minut ichida sayt yasash mumkinligiga ishonasizlarmi? Hozir birgalikda timer qo'yamiz va buni 5 minut ichida ulguramizmi yo'qmi birgalikda tekshirib ko'ramiz. Videoni boshida like bosishni unutmanglar. Birinchi o'rinda ChatGPT ni ochib olishimiz kerak. ChatGPT ga prompt yozish uchun prompt so'raymiz. Xo'p, bu bizga to'liq JSON ko'rinishdagi promptni generatsiya qilib berdi. Promptimizni bu yoqqa tashlaymiz. Bu yoqdan bitta enter bosib olsak, bizga saytimizni generatsiya qilishni boshlaydi. Shuncha kutganimizdan keyin o'sha saytni tayyor qilib bizga yasab berdi. Hamma joyini, narxlarni bilishni o'sha bosgandan keyin bunaqa call to actionlarni ham chiqarib berdi. Eng qiziq joyi, mana bu yerda backendlari ham bor. Kodini olib turib, o'zingizlar xohlagancha o'zgartirib yoki boshqa servisingizga ham qo'ysangiz bo'ladi agar tushunsanglar. Yoki mana shu o'zidan publish qilib, o'zingizlarning domen nomingizga ham primo ulab qo'ysangiz bo'ladi masalan. Mana shu narsaga continue bosadigan bo'lsam, publish qiladigan bo'lsam, o'sha bu tayyor nimada chiqadi. Target yoqsanglar ham bo'laveradi mana shunga. O'sha tayyor publish bossa. Shu narsaga 5 minutdan oshiqroq vaqt ketdi hozir mana publish qilgunimizcha.